Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Saudiya Arabistoni klublari milliy chempionatga xorijdan o'yinchi olib kelish amaliyotini yanada kengaytiradigan bo'ldi. Shayxlar kelasi yoz klublariga kamida 50 nafar legioner olib kelishni rejalashtirmoqda. Saudiyaliklar katta tayyorgarlik ko'rayotgan bu transfer kampaniyasi 2026-yilgi jahon chempionatidan keyin boshlanadi. Bu haqda Talik Sport xabar bermoqda. Manba ma'lumotlariga ko'ra, Saudiya Arabistoni jamoalarining asosiy nishonlari qatorida Muhammad Saloh Liverpool, Bruno Fernandes Manchester United, Casemiro Manchester United, Vinicius Junior Real Madrid va Robert Lewandowski Barcelona kabi mashhurlar bor. Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining oxirgi 8-turida Manchester City o'z maydonida Turkiyaning amaldagi chempioni Galatasaray bilan ko'z sinashdi. Uchrashuvda Erling Haaland va Ryan Cherki tomonidan kiritilgan gollar evaziga 2-0 hisobida g'alaba qozongan shaharliklar to'g'ridan-to'g'ri 1-8 finalga yo'l olishdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov muhim bahsda to'liq harakat qilib, Galatasaray hujumlarining Gianluigi Donnarumma darvozasiga xavf solishiga yo'l qo'ymadi.